Assalomu alaykum. Kutgan frezerlarimiz yetib keldi, alhamdulillah. 220 ga ishlaydi bular. Domper va Promach. Bularning afzallik tomonlari birinchi o'rinda Promachimiz keladigan bo'lsa, sig'imi 30 litrcha. Вообще воздушное охлаждение. 3 ta qovurg'adan iborat. Qolgan firmaga keladigan bo'lsa, ikkalasi ham 3 ta qovurg'adan iborat. Juda ham aqlli, 2026-yilniki. Обычно nimada воздушный emas, lekin juda ham качественный. Холодильник tizimida ishlaydi. Freon tizimida. Hay, kачествasiga keladigan bo'lsa, bu Xitoyning eng качественный 220 ga ishlaydigan firmalar bo'ladi. Frezerlar bo'ladi. Sabab Frigomach или mildirichlardan ancha aqlli и bo'lmas железо hisoblanadi. Bular bitta qovurg'adan iborat bo'lsa, bular 3 ta qovurg'adan iborat. Birinchidan, ikkinchidan bularning ishlash sistemasi, kompressori juda ham yo'g'on, katta va aralarida охлаждениyasi yaxshi qilingan. Misdan filtratsiyasi ham yaxshi. Shuning sababidan bularga 1 yil garantiya bera olamiz. Bemalol aloqaga chiqaveringizlar. Soatiga, rodini ko'tarib, soatiga Promach 40 litrgacha, Domper 25-30 litrgacha chiqazib bera oladi.